Men kichkina bo'lganimda tez-tez buvimnikiga qishloqqa borardim. Qishloqning eng chakkasida yarim bayram bo'lgan bir kulba turardi. U yerda 50 yildan beri hech kim yashamas edi. Men buvimdan bu qanday uy, nega uni buzib tashlamaydilar va o'rniga yangisini qurmaydilar deb so'radim. Shunda buvim menga hayotidagi eshitgan eng dahshatli suyakdan o'tadigan hikoyalardan birini aytib berdi. Bu uyda hali kichkina bo'lgan paytlarda 40-yillarning boshlarida odamlar yashagan, ammo u oddiy oila emas edi. Balki 60 yoshlardagi keksa beva ayol yashardi. Eri Birinchi jahon urushida halok bo'lgan va shundan beri mutlaqo yolg'iz yashardi. Qishloqdagilar uni jodugar deb hisoblashardi. Mening buvim esa bunga qat'iy ishonar va bejiz emas edi. Ba'zan bu ayol kunduzgi ko'rinishi mumkin edi. U hovlida yurib, ro'zg'or ishlari bilan band bo'lardi. Kechasi esa hovlida ulkan shoshqani chiqarardi. O'sha shoshqa tunda hovlida yurardi va deyarli butun qishloq uning chaynab ovqat yeyotgani dahshatli ovozni eshitardi. Shu sababli hamma bu uyni chetlab o'tardi. Kunduzi esa u shoshqani amborga yashirib qo'yar, o'zi esa yarim bayram kulbasiga emaklab chiqib, unga qarab turgan odamlarning ortida pichirlab nimanidir aytardi. Mahalliy bezorlar orasida piyili yomon bir yigit bor edi. U yigit o'g'il va qizlarni kechasi o'sha shoshqani masxara qilishga chaqirdi. Tabiiyki, hech kim u bilan bormadi. Chamasi u yolg'iz o'zi boradi. Hech kim aniq bilmaydi u yerda nima qilgan. Balki shoshqani masxara qilgandir, hovliga tosh otgandir, panjara orqali tayoq bilan urib ko'rgandir. Keyin nima bo'lganini esa hech kim bilmas edi, chunki u izsiz g'oyib bo'ldi. Qishloqda har xil gaplar tarqaldi. Kimdir jodugar kampir uni shoshqasiga yedirgan dedi. Yana kimdir uni yerto'lasiga ko'mib yuborgan dedi. Eng dahshatlisi shundaki, odamlar o'sha shoshqaning o'zi aslida kampir ekanini ishonardi. Go'yoki kechalari u hayvon qiyofasiga kirib hovlida kezardi. Kunduzi esa hech narsa bo'lmagandek yana inson qiyofasiga yashinardi.